Bilasizmi? Kuchli ayolni atrofidagilar kuchli qilib tarbiyalashadi. U o'z-o'zidan kuchli ayol obraziga aylanib qolmaydi. Uni majburlashadi, uni qiynashadi, uni urishishadi, u bilan talashishadi, uni qadrsizlashadi, uni obro'yini bir pul qilishga harakat qilishadi. Shundan so'ng u kuchli ayol obraziga o'tib oladi. U oilasi uchun, farzandlari uchun va oilasini saqlab qolish uchun asosan u kuchli bo'lib oladi. Va u charchab qolganidan, sabri tugab borganidan u oilasini saqlab qolish uchun asosan kurashga kirib ketadi. Ayolni qadrsizlaganda, uni doimiy kamsitishganida u o'zi anglamagan va anglolmagan holatda kuchli qilib qo'yishadi. Ayol o'z-o'zidan emas, balki atrofdagilar uni mana shu kuchli ayol bo'lib, oilasi uchun, o'zini xotirjamligi uchun, tinchligi uchun, farzandlarni otasiz qoldirmasligi uchun ba'zi holatlarda yoki umuman boshqacha qilib qaraganda o'zini o'nglab olishi uchun uni kuchli qilib atrofidagilar tarbiyalashadi.